Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamizki, bu har birimizga, oilamizga, kelajagimizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Gap 2026 yildan boshlab pensiya to'lovlarida kutilayotgan ulkan o'zgarishlar haqida ketmoqda. Urezali pensiya qisqartirildi degan shoshuli sarlavhalar, hozircha rasmiy xabarlar bo'lmasa-da, mavjud qonunchilikka kiritilayotgan tuzatishlar va yangi qoidalar loyihalari ko'pchilikning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Agar sizning yoshingiz 70 hatto 60 bo'lsa ham, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki pensiya tizimidagi har qanday o'zgarish bizning nafaqaga chiqqanimizdan keyingi moddiy farovonligimizga bevosita ta'sir qiladi. Bugungi video aynan ana shu sirlarni ochishga, mavjud xavotirlarni bartaraf etishga yoki aksincha jiddiy tayyorgarlik ko'rishga undashga qaratilgan. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Va albatta, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumotni bilish har bir inson uchun juda zarur. Xo'sh, avvallari pensiya tizimi qanday ishlardi va hozir nima o'zgardi degan savol tug'ilishi tabiiy. Avvalgi tizim ko'pchiligimiz bilganimizdek nisbatan sodda edi. Pensiya miqdorini hisoblashda asosan ikki asosiy omil inobatga olinardi. Bu sizning umumiy ish tajingiz va ma'lum bir davr uchun. Odatda so'nggi 10 yil ichidagi istalgan ketma-ket 5 yil uchun olgan o'rtacha oylik haqingiz. Ya'ni agar siz ma'lum bir yillik stajga ega bo'lsangiz, masalan, erkaklar uchun 5 yil, ayollar uchun 2 yil va yaxshi maosh olgan davrlaringiz bo'lsa, sizga munosib pensiya tayinlangan. Ba'zi imtiyozli toifalar uchun staj talabi kamroq bo'lgan. Muddatidan oldin pensiyaga chiqish imkoniyatlari ham mavjud edi. Asosiy e'tibor go'yoki sizning hayotiy faoliyatingiz davomida yig'ilgan mehnat staji va to'langan ajratmalarga qaratilgan edi. Biroq ayniqsa eng yaxshi 5 yilni tanlash imkoniyati ko'pchilikka pensiya miqdorini sun'iy ravishda oshirishga yordam bergan. Bu tizimda ba'zi kamchiliklar ham bor edi. Masalan, ba'zilar umr bo'yi past maosh olib ishlagan bo'lsa-da, oxirgi 5 yilda yuqori maoshga ega bo'lib, nisbatan yaxshi pensiya olish imkoniga ega bo'lgan. Yoki aksincha umr bo'yi yaxshi ishlagan, lekin oxirgi 5 yilda maoshi pasayganlar bundan aziyat chekkan. Endi esa 2026 yildan kuchga kirishi kutilayotgan yangi qoidalar haqida gaplashaylik. Hozircha bu loyihalar muhokama bosqichida bo'lsa-da, ularning asosiy yo'nalishi aniq. Pensiya tizimini yanada adolatli, shaffof va eng muhimi, uzoq muddatli barqaror qilish. Bu o'zgarishlarning tub mohiyati shundaki, pensiya miqdori nafaqat eng yaxshi yillar uchun, balki butun mehnat faoliyatingiz davomida to'plangan pensiya jamg'armasiga ajratmalaringiz hajmiga ko'proq bog'liq bo'ladi. Ya'ni avvalgidek qisqa muddatli yuqori maoshlar emas, balki uzoq muddatli, muntazam va to'liq rasmiylashtirilgan mehnat staji va unga to'langan ajratmalar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu o'zgarishlarning asosi aholining demografik tarkibidagi o'zgarishlar. Ishchi kuchining pasayishi va pensiyaga chiquvchilar sonining ortishi bilan bog'liq iqtisodiy zaruriyatlar bilan izohlanmoqda. Hukumat pensiya jamg'armasining barqarorligini ta'minlashga intilmoqda. Afsuski, bu o'zgarishlar ko'pchilik uchun pensiya miqdorining qisqarishi yoki pensiya olish shartlarining murakkablashishi sifatida qabul qilinishi tabiiy. Yangi qoidalar pensiya miqdorini hisoblashda ish stajiga bo'lgan talablarni oshirishi va o'rtacha oylik ish haqi hisoblash usullarini tubdan o'zgartirishi mumkin. Keling, bu o'zgarishlarni yanada chuqurroq tahlil qilaylik. Kim uchun bu o'zgarishlar jiddiy tashvishga sabab bo'ladi va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu minimal talab qilinadigan ish stajining oshirilishi. Agar avvallari, masalan, erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil minimal staj talab etilgan bo'lsa, yangi qoidalar bu muddatni universallashtirib barchaga 30 yilgacha oshirishi mumkin. Bu degani, agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, ammo 30 yillik rasmiy ish stajiga ega bo'lmasangiz, sizga to'liq hajmdagi pensiya tayinlanmasligi mumkin. Balki ijtimoiy nafaqa tayinlanadi, uning miqdori esa an'anaviy pensiyadan ancha past bo'ladi. Ikkinchidan, o'rtacha oylik ish haqini hisoblash usuli butunlay o'zgarishi kutilmoqda. Avvalgi tizimda eng yaxshi 5 yil tushunchasi mavjud bo'lib, bu ko'pchilikka so'nggi yillarda maoshini rasman oshirib, yuqori pensiya olish imkonini bergan bo'lsa,
yangi tizimda butun mehnat faoliyatingiz davomida olingan rasmiy, to'liq deklaratsiya qilingan daromadlar inobatga olinishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning eng yaxshi yillaringiz emas, balki barcha ishlagan yillaringizdagi o'rtacha ish haqingiz hisobga olinadi. Bu ko'pchilikning pensiya miqdoriga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Chunki hayotimiz davomida maoshimiz turlicha bo'ladi. Ba'zan yuqori, ba'zan past. Keling, bir nechta aniq misollarga to'xtalib o'taylik. Misol 27 yoshli Akbar aka. U ertalabdan kechgacha bozorda ishlaydi. Uning rasmiy ish staji bor yo'g'i 15 yil. Uning rasmiy maoshi har doim minimal darajada ko'rsatilgan, biroq qo'shimcha daromadlari ham bo'lgan. Eskirgan qoidalar bo'yicha u minimal pensiya yoki o'zgina ko'proq pensiya olishi mumkin edi. Agar eng yaxshi belgilda maoshi rasman oshirilgan bo'lsa, yangi qoidalar kuchga kirsa, Akbar aka 3 yillik staj talabini bajarmagani uchun unga ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Uning miqdori esa an'anaviy pensiyadan ancha kam bo'ladi. Hatto eng yaxshi 5 yillik yuqori maosh ham unga yordam bermaydi. Chunki umumiy staj yetarli emas. Bu Akbar akaning keksalik davridagi moddiy ahvolini ancha murakkablashtiradi. Misol 2 eşim yoshli Zulfi opa, u 25 yil davomida doimiy ravishda maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning oylik maoshi har doim rasmiy, lekin o'rtacha darajada bo'lgan. Eski tizimda u 20 yillik staj talabini bajargani uchun munosib pensiya olishga umid qilgan. Yangi qoidalar kuchga kirsa, unga ham 3 yillik staj talab qilinishi mumkin. Demak, u nafaqaga chiqish uchun yana 5 yil ishlashga majbur bo'ladi. Aks holda uning pensiya miqdori kutilgandan past bo'lishi ehtimoli yuqori. Agar u sog'lig'i tufayli ishlashni davom ettira olmasa, bu uning uchun jiddiy muammo bo'ladi. Misol 35 yoshli Dilshodbek. U yoshligidan tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladi. Rasmiy ish staji bor yo'g'i 10 yil qolgan vaqtda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan va har doim belgilangan minimal soliqlarni to'lagan. Yangi tizimda uning pensiyasi minimal darajada bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Chunki uning rasmiy ish staji juda kam va tadbirkorlikdan olgan daromadlari ham minimal bazadan hisoblangan. U kutilganidek yuqori pensiya olishga umid qila olmaydi. Chunki uning rasmiy ajratmalari yuqori bo'lmagan. Kimlar uchun esa bu o'zgarishlar unchalik tashvish tug'dirmasligi mumkin. Bu asosan uzoq yillar davomida rasmiy ravishda yuqori va to'liq deklaratsiya qilingan maosh bilan ishlagan shaxslardir. Masalan, 75 yoshli Gulnora opa. U 35 yil davomida yirik korxonada rasman ishlagan. Uning maoshi doimo yuqori bo'lgan va barcha pensiya ajratmalari o'z vaqtida to'lab kelingan. Yangi qoidalar uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi dargumon. Chunki u staj talabini maoshning rasmiy deklaratsiyasi bo'yicha muammolarni his qilmaydi. Uning butun mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha maoshi ham yuqori bo'lgan. Shuni ta'kidlash joizki, bu o'zgarishlarning tub maqsadi ishtirok etishga undash. Ya'ni ko'pchilikni norasmiy iqtisodiyotdan rasmiy iqtisodiyotga o'tishga, o'z ish stajini to'liq rasmiylashtirishga va ish haqlarini shaffof tarzda deklaratsiya qilishga undashdir. Ammo bu har doim ham oson emas. Endi esa eng muhim jihatlardan biri yangi qoidalar bo'yicha istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar haqida so'z yuritaylik. Chunki har bir qoidaning o'z istisnolari va kutilmagan jihatlari bo'ladi. Istisnolar alohida toifadagi shaxslar uchun, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, ba'zi professional toifalar, masalan, konchilar, harbiy xizmatchilar va boshqalar uchun pensiya tayinlash shartlari o'zgarmasligi yoki o'zgarishlar minimal darajada bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ular uchun qisqartirilgan ish staji talablari saqlanib qolishi yoki maxsus imtiyozlar joriy etilishi mumkin. Masalan, ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi pasaytirilishi yoki staj talabi kamaytirilishi mumkin. Biroq bu ham aniq shartlarga bog'liq bo'ladi. Lekin shuni yodda tutingki, ushbu imtiyozlar ham pensiya miqdorining hisoblash formulasiga ta'sir qilmasligi mumkin. Ya'ni ularning ham pensiyasi endi butun mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha maoshdan kelib chiqib hisoblanishi ehtimoli bor. Qaltis jihatlar pitfalls 1. Ish stajini noto'g'ri hisoblash. Ko'pchilik o'zining mehnat daftarchasini tekshirmaydi yoki elektron ish staji haqidagi ma'lumotlarga befarq qaraydi. Bu esa kelajakda stajning bir qismi yo'qolib qolishiga yoki noto'g'ri hisoblanishiga olib kelishi mumkin. Pensiya tayinlanishida ko'plab insonlar aynan shu sababli muammolarga duch kelishadi. 2. Rasmiy daromadlar to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zi ish beruvchilar xodimlarning maoshini to'liq ko'rsatmasligi
yoki pensiya jamg'armasiga ajratmalarni kamaytirish uchun turli sxemalardan foydalanishi mumkin. Bu esa xodimning pensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki pensiya jamg'armasiga qancha ko'p ajratma o'tkazilsa, pensiya miqdori shuncha yuqori bo'ladi. Norasmiy bandlik hozirgi kunda ham ko'plab fuqarolar norasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasiz ishlaydi. Bunday ishlagan davrlar ish stajiga kirmaydi va pensiya miqdoriga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Yangi qoidalar bilan esa bu muammo yanada dolzarblashadi. Sezilmas nozikliklar 1. Ixtiyoriy ajratmalar. Yangi tizimda agar sizning rasmiy ish stajingiz yoki maoshingiz pensiya uchun yetarli deb hisoblanmasa, ixtiyoriy pensiya ajratmalari tizimi yanada ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ya'ni siz qo'shimcha ravishda o'zingizning pensiya jamg'armangizga pul to'lashingiz mumkin. Bu esa kelajakdagi pensiya miqdoringizni oshirishga yordam beradi. Lekin bu imkoniyat haqida ko'pchilik bilmaydi yoki unga jiddiy e'tibor bermaydi. 2. Erta pensiyaga chiqish imkoniyatlari. Yangi qoidalar bilan birga erta pensiyaga chiqish imkoniyatlari ham qattiqlashishi mumkin. Ya'ni agar siz o'z xohishingiz bilan belgilangan muddatdan oldin nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, pensiya miqdoringiz yanada kamayishi mumkin yoki bu imkoniyat umuman cheklanishi mumkin. 3. Nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Bu turdagi pensiyalarni hisoblashda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ular ham asosan boquvchining yoki nogironligi bo'lgan shaxsning umumiy mehnat staji va to'plangan ajratmalariga asoslanishi kutilmoqda. Shuningdek, mavjud pensiyalar miqdorini indeksatsiya qilish qoidalari ham o'zgarishi mumkin. Oldin pensiyalar inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'sishiga qarab oshirilgan bo'lsa, endi faqat inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lishi yoki indeksatsiya jarayoni kamroq tez amalga oshirilishi mumkin. Bu esa mavjud pensiyaning xarid qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Aziz do'stlar, yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlarga jiddiy yondashish va hozirdan tayyorgarlik ko'rish lozim. Sizning kelajakdagi moddiy farovonligingiz bugungi harakatlaringizga bog'liq bo'ladi. Shunday ekan, hozir aynan nima qilishingiz kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. 1. Mehnat daftarchangizni va elektron ish staji ma'lumotlarini tekshiring. Bu sizning eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish. Elektron mehnat daftarchangizda yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPokkov orqali o'z mehnat stajingizni tekshiring. Barcha ishlagan davrlaringiz to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar biron bir xato yoki kamchilikni topsangiz, darhol tegishli tashkilotlarga murojaat qiling va uni to'g'rilatish choralarini ko'ring. Ehtimol ba'zi ish beruvchilarning xatosi tufayli sizning stajingizning bir qismi hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga ajratmalar tarixi bilan tanishing. Sizning ish beruvchingiz pensiya jamg'armasiga qancha mablag' o'tkazganini bilish juda muhim. Bu ma'lumotnoma To'g'ov. Uz orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilib olishingiz mumkin. Agar sizning ish haqingiz to'liq emas, balki minimal darajada ko'rsatilgan bo'lsa, bu kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ma'lumotlar sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida o'rtacha ish haqingizni hisoblashda asos bo'ladi. Pensiya mutaxassisi bilan maslahatlashing. Vaziyatni aniq tushunish va o'z pensiya istiqbollaringizni baholash uchun hozirroq pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan bog'laning. Ular sizga mavjud qoidalar va kutilayotgan o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berishlari. Shuningdek, pensiya miqdorini hisoblash bo'yicha taxminiy hisob kitoblarini amalga oshirishlari mumkin. Bunday maslahat sizga kelajakdagi harakatlaringizni rejalashtirishda yordam beradi. 4. Ixtiyoriy pensiya jamg'armasiga ajratmalar qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar sizning rasmiy ish stajingiz yetarli bo'lmasa yoki maoshingiz pensiya uchun minimal hisob kitoblarga yaqin bo'lsa, ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga qo'shimcha mablag' o'tkazish imkoniyatidan foydalaning. Bu o'z-o'zidan pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu ayniqsa norasmiy ishlagan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullangan shaxslar uchun juda foydali bo'ladi. 5. Ish haqingizni rasmiylashtirishni talab qiling. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz va ish haqingizning bir qismi konvertda berilayotgan bo'lsa, ish beruvchingizdan to'liq ish haqingizni rasmiy ravishda rasmiylashtirishni talab qiling. Bu nafaqat sizning pensiya huquqlaringizni himoya qiladi, balki kelajakda boshqa ijtimoiy kafolatlarga ham ega bo'lishingizni ta'minlaydi. Ish beruvchingiz bunga rozi bo'lmasa, tegishli mehnat organlariga murojaat
qilish huquqingiz bor. 6. Tadbirkorlar va o'zi band qilgan shaxslar uchun o'z daromadlaringizni to'liq deklaratsiya qiling va belgilangan soliqlarni, jumladan pensiya jamg'armasiga ajratmalarni o'z vaqtida va to'liq to'lang. Bu sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun asos bo'ladi. Minimal ajratmalar to'lash orqali minimal pensiya olishingizni yodda tuting. 7. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya tayinlash uchun sizga kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxatini hozirdan bilib oling va ularni tayyorlab qo'ying. Odatda bular shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchasi, elektron variant ham. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nikoh va tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar. Agar oila a'zolari uchun pensiya hisoblash kerak bo'lsa, har bir hujjatning aslini va nusxasini tayyorlab qo'ying. Xulosa qilib aytganda, 2026 yildan boshlab pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar barchamizdan jiddiy e'tibor va mas'uliyat talab qiladi. Pensiya miqdorining kesilishi yoki pensiya olish shartlarining murakkablashishi bu shunchaki shov-shuv emas, balki real vaziyat bo'lishi mumkin. Shu sababli hozirdanoq o'z pensiya istiqbollaringizni tahlil qiling, kerakli choralar ko'ring va mutaxassislar bilan maslahatlashing. E'tiborsizlik yoki befarqlik sizning keksalik davringizdagi moliyaviy barqarorligingizga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Unutmang, eng yaxshi investitsiya bu o'z kelajagingizga qilingan investitsiya. Bilimli bo'ling, faol bo'ling va o'z huquqlaringizni himoya qilishga tayyor bo'ling. Bu videoni ko'plab insonlar ko'rishi uchun like bosing, obuna bo'ling va uni do'stlaringiz bilan ulashing. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun izohlarda o'z savollaringizni, fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qishga harakat qilaman va imkon qadar javob beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.